Halima xonim rahmatlining jiyanlari ekanlar va o'sha biznesni davom etayotgan ekanlar. Halima xonim bizneslari bo'lgan-a bu, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka bitta ko'rsating tandiringizni. Oka, bu tandirimiz zamonaviy tandir bo'ladi. 4 ta baloni bor. Joyini maza qilib ishlatsangiz bo'ladi, oka. Bunda faqat somsa, tandir go'sht qilmaysiz, tandir steklarni ham bemalol qolsangiz bo'ladi. Nirjavikidan bo'lgan naborimiz bor. Bu tandir oka sizga pishgan, tayyor holda olib keldik. 70 ta somsa, 10 ta olib qolsangiz bo'ladi. Gazda ham, o'tinda ham ishlaydi, oka. Bu tandirimiz. Qarang, buni chiroyliligini, aniq letniy kuxnyangiz bo'lsa, zo'r yechim bo'ladi. Chotki, mana letniy kuxnyamiz ham tayyor bo'ldi. Viloyatga aka opa singillarimizni xavotir olishyapti, sinib qoladimi deb. Yo'q, umuman sinmaydi. Mana shunaqa bexavotir yetib borgan qilib beramiz sizlarga. Mana shunaqa chiroyli qilib upakovka qilamiz. Biz Toshkent shahardamiz. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Sizga ham mana shunaqa go'zal tandirlarimizni narxini yozib yuboramiz. Razmeri tuvini tuxumidek bo'ladi. Go'shtli, qovoli, avashnoy somsalarimiz bor. Mitti somsalar mana shu korobkamizga 40 ta somsa ketadi. Eng kamida ham 40 ta zakaz qabul qilamiz. Ichini assortiment qilib aytsanglar ham bo'ladi. Bir donasi 7000 dan, razmeri standart tuvini tuxumidek bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Biz mana vizit xizmatiga kelganmiz. Mana bunaqa go'zal somsalarimizni sizlarning uyingizga, tug'ilgan kun, kuyov-nakar, oshlarga borib, shunaqa chiroyli somsa qilib bera olamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Tandirimiz ham o'tin, ko'mir, stollarimizgacha olib kelamiz.